Vatandoshlar endi sizlarda hech qachon ovqatdan Dubayda muammo bo'lmaydi. Zo'r restoran ochib qo'ydi. O'zbek City restoran. Dubay Marinada lokatsiyasi вообще idealniy sharoitda. Mana bu vidni qaranglar. Hozir esa ovqatlarni obzoriga o'tib olamiz. Zo'r somsalardan boshladi. Bismillah. Tovuqli somsaga o'tamiz. Tovuqli somsamiz ko'rinishi. Bismillah. Ben ani shirin bo'lmasa ham deb mazali qilib ketadigan bola emasman. O'zi tabiatdan gurman bo'laman. Qatta qanaqa maza bo'lsa o'shani kakani yez gapiraman. Somsaga paka bravo, qolganini etamiz. Cheburek. Bismillah. Cheburek yeydigan odamlarga prям idealniy. Mana bunisi quttobi ekan. Buni yeb ko'ramiz. Bismillah. Zo'r. Oshchi baribir O'zbekistonda yeb katta bo'lganmiz. Endi ko'p joyda yoqmaydi, o'zimnikidan boshqa. Hozir bularnikini yeb ko'ramiz, addi shu yetaman. Qandoq bor, shundoq gapiriladi. Bismillah. Sal tuzi pastroq. Dubay muhiti uchun, mana bu vid uchun zo'r. Ideal. Donkob. Bismillah. Mazasi zo'r ekan. Super. Mantini yeb ko'ramiz. Vilka ishlatmasam, hozir qo'lingga perchatka kiymabsan, boshlaydi jumovoylar. Manti tavsiya. Mantini rekomendую. Очень вкусно. Ichkarilarda joylar bor. Mana bu vidni qaranglar, vidni. Yaxtalarni tomosha qilib, binolarni tomosha qilib, mazza qilib ovqatlanib, xullas uyalmasdan olib kelib bemalol mehmonlarni ovqatlantirib ketsanglar bo'ladi.